Bismillahirrahmanirrahim. Sura Ahzab. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmag'in. Alloh haqiqatan bandalarning amallarini bilib turg'uchidir. Ularning ishlarini hikmat bilan boshqarg'uchidir. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga agashkin. Alloh haqiqatan qilgan amalinglardan to'liq xabardordir. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Alloh sana homiy bo'lishga yetarlikdir. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Allah hiç adamning ichida ikki yurak yaratqani yo'q. Sizlar zihor qilgan ayollaringlarni Alloh sizlarga onu qilgani yo'q. Sizlar bola qilib olganlarni Alloh hamma hukmda o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning hukmida qilmadi. Bu, ya'ni o'z pushtinglardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Allah haq so'zni aytadi. To'g'ri yo'lga boshlaydi. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indalloh fa in lam ta'lamu آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ularni atalarının isimleri bilen çağırınlar. Bu Allah'ның dergahida toğrudur. Agar ularning otalarini bilmasanglar, u chaqda ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir, do'stlaringlardir. Sizlar savallikdan qilib solgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafislaridan choridir. Payg'ambarning ayollari ularning onalaridir. Kitobullohda urug' tuqqanlarning ba'zisiga miros elishda mo'minlardan va muhojirlardan yaqindir. Lekin mo'minlardan va muhojirlardan bo'lgan do'stlaringlarga vasiyat qilsanglar,
durust bo'ladi. Bu, ya'ni tuqqanlarning o'zaro mirosga varislik qilishi kitobda, ya'ni Allohning kitobida yozilgandir. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. Öz vaqtida biz payg'ambarlardan ahdi oldik. Sendin, Nuhdin, İbrahim'din, Musa'din, Meryem oğlu İsa'din mahkem ahdi oldik. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah kıyamet günü rastçıllardan rastçıllıkı doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini yetkizgenlikini soraydı. Allah kafirlarga qattiq azap tayyorladi. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ey müminler! Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida ustinglarga kuffarlardan uyushgan urushquchi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, tövan tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chakchiyib qolgan, yurakinglar og'zinglarga qoplashib qolgan. Alloh haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Bu yerda mo'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkigandek qattiq tavrinishga uchirgan edi. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarida munofiqlik kesili borlar Alloh va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilibdikan deyishatdi. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam, "Ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar" deyishatdi. Ulardan yana bir guruh odam, "Bizning o'ylarimiz haqiqatan ochiqchilikda" deyishib payg'ambardan ruxsat so'rashatdi. Bularning o'ylari ochiqchilikda emas. Ular faqat qaytishni o'ylaydi. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Agar shaharga 4 tarafdan hujum qilib kirilsa, ondan ulardan iymonidan qaytish,
musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ular, yani munofiqlar, ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Aytqin ki, agar sizlar o'limdan yo o'ldirilishdan qochsanglar, qechishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qochqandimi, sizlar dunyodan ozgina vaqt bahramand bo'la olaysizlar. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Aytqin ki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diya oladi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga orilisha oladi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah ishchinglardagi boshqalarni jihoddan to'sqichilarni va qarindoshlarga Muhammadni va sahobalarni tark etib, bizning qeshimizga kelinglar deguchilarni obdan biladi. Ular jangga riyo qilib, ondi sonda qatnashadi. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Ular sizlarga yordamda bo'lishqa bexildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning sana sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinishdan ko'zlarini pildirlatib qaravatganligini ko'rsa, qo'rqinch ketganda ular pul molga oshko'z bo'lgan holda sizlarni kaskin tillar bilan ranjitadi. Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Ularning kufri sabablik amallarini Alloh bekor qildi. Bu Allah uchun osondir. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. Ular, yani munofiqlar, qattiq qo'rqqanlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmidi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qayta kelsa, ular qirda a'robilarning, ya'ni qir arablarining yenida turib, sizlarning xabarlaringlarni uqqach, tinch yetishini orzu qiladi. Ular urush vaqtida oranglarda bo'lgan taqdirdimi, qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib, ondi sonda qatnashgan bo'ladi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sizlarga
Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgidir. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Müminler ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chog'da, bu, ya'ni qiyin ahvolda qolganda, dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytdi. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Müminlerning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabotliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Allah rostchillarga rostchilligi uchun oxiratda eng yaxshi mukofot beradi. Munofiqlarni, ahdini buzg'uchi munofiqlarni munofiq beti bu dunyodan ketkizib, agar xolisa azoblaydi yo ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Alloh haqiqatan bandalariga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xafa qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni opridi qilib, mo'minlarni urushsiz g'albiga erishtirdi. Allah kuchlikdir, g'olibdir. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni, ya'ni Rasululloh bilan qilgan ahdini buzgan Bani Qurayza yahudiylarini qo'rg'onlaridan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinch soldi. Ularning bir bo'ligini o'ltirdinglar va bir bo'ligini asir oldinglar. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah sizlarga ularning zeminini, qo'ru joylarini, mol mulklarini va texi sizlarning qadiminglar dastlab baxmagan zeminni miros qilib berdi. Allah her narsiga qodirdir. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki,
agar sizlar dunyo tirikchiligini, ya'ni farovon turmushni va dunyoning zibu zinnatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray, sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini, oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh haqiqatan ishinglardagi yaxshi ish qilguvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozu ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ey payg'ambarning ayollari, ishchinglardan kimki oshkora qabih ishni qiladigan, uningga hassilab azob qilinadi. Bu Allohga osondir. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Sizlardan kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa va yaxshi amal qilsa, uningga savobni 2 qatlab beramiz. Uningga jannatda esil rizq tayyorladik. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Ey payg'ambarning ayollari, sizlar boshqa ayollarning hech biriga o'xshamaysizlar. Sizlar yot erlarga so'z qilganda nazokat bilan so'z qilmanglar. Nazokat bilan so'z qilsanglar, dilida nifoq bor odam sizlarga qarata tamadi bo'lib qoladi. Gumondan xoli yaxshi so'zni so'zlanglar. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Öyleringlarda o'ltiringlar. İlgirki cahiliyet devrideki ayollarının yasınıp çıkkınıdek yasınıp çıkmanglar. Namaz okunglar. Zakat beringlar. Allah'a ve onun peygamberiga itoat qilinglar. Ey payg'ambarning oilasidagilar, Allah sizlardan gunohni soqit qilishni va sizlarni tamoman pok qilishni xohlaydi. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Öyleringlarda Allah'ның ayetlerinden ve hikmet, yani Peygamber aleyhisselamның hadislerinden okulayotgan narsalarni yod etinglar. Allah haqiqatan sirlarni bilguchidir. Hammadan xabardordir. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Musulmon erlar va musulmon ayollarga, mo'min erlar va mo'min ayollarga, toat ibodat qilguvchi erlar va toat ibodat qilguvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, savr qilguvchi erlar va savr qilguvchi ayollarga, Xudodan qo'rqquchi erlar va Xudodan qo'rqquchi ayollarga, sadiqa berguvchi erlar va sadiqa berguvchi ayollarga, ro'za tutquchi erlar va ro'za tutquchi ayollarga, nafslarini haromdan saqlag'uvchi erlar va nafslarini haromdan saqlag'uvchi ayollarga, Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah va uning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan chog'da ayol mo'minlarning o'z ishida ixtiyorligi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh va Allohning payg'ambari biror ishda hukm chiqargan ekan, hech odamning uningga muxolifatchilik qilishiga bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilsa, haqiqatan u o'p-o'chuq ozg'on bo'ladi. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Öz vaqtida sen Allah nimet bergen, sen mu in'am qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqin deding. Allah oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yo'shirding. Kishilarning ta'ni qilishidan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqliq edi. Mo'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa, gunoh bo'lmasligi uchun Zaynabni Zayd qo'yib keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zaynabni elishing to'g'risidagi amri cho'qim o'rinlanidir. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah payg'ambarga halol qilgan ishqa hech gunoh bo'lmaydi. Bu Allohning o'tganki payg'ambarlarga tutgan yo'lidir. Allohning amri azaldan bekib ketgan o'zgarmas hukmdir. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ular, yani payg'ambarlar Allohning amr farmonlarini yetkizadi
Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Ey Muhammed, sen mu Allah'tan gayriden korkmaslıkta şu peygamberlerge ergeşkin. Allah hemme işlardan hesap elişka yeterliktir. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammed oranlardaki erlerden hiç birinin atısı emas. Lekin u Allah'ның peygamberi ve peygamberlerinin ahirkisidir. Allah onun bilen peygamberlikni ahirlaştırgan. Onundan keyin hiç qandaq peygamber kelmeydi. Allah hemme nersini bilgüçüdür. Sizlerning söz harakatinglardan hiç nerse Allah'a mahbi emas. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey müminler, Allah'ni köp yad kılınlar. وسبحوه بكرة وأصيلا. Onunğa etigen akşamda tesbih eytinglar. Çünkü bu iki vakitta perişteler düşüp turganlıktan o vakitlarının evzili hesaplanıdı. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Allah sizlerni qarang'uliqdan nurga, yani gumrohlikdan hidoyatga chiqarish uchun sizlarga rahmat qilib turdi. Uning farishtalari sizlarga mag'firat talab qilib turdi. Allah mo'minlarga nihoyat mehribondir. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Ular Allahqa muloqot bo'lgan kunda ularga Allah tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga omonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ey payg'ambar, seni biz haqiqatan guvohchi, bishoratchi, ogohlantiruvchi وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah'ның izni bilan uning birligiga, toat ibodatiga da'vat qilguvchi va nurliq chiroq qilib avatdiq. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Mo'minlarga ularning Allohning buyuk ehsoniga erishadiganligidan xush xabar bergin. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Kafirlarga va munofiqlarga itoat qilmag'in. Ularning sana qilgan azor kulpatlariga parvo qilmag'in. Allohga tavakkul qilgin. Allah uningga tavakkul qilganlarga yetarlikdir. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Ey müminler! Sizler mümin ayollarını alsanglar, ondan ularga yaqinchilik qilishdan burun ularni qo'yvatsanglar, bu chaqda ular sizlar uchun iddat tutmasligi kerak. Ularga oz to'la narsa beringlar. Ularni chiroyliqcha qo'yib beringlar. يا أيها النبي إنا
عبادك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ey payg'ambar, sana biz sen mahrlarni bergan ayollaringni, Allah sana g'animat qilib bergan asir tushgan ayollardan o'zing malik bo'lganlarni halol qildik. Otangning er qerindishi va hamshiri qerindishining qizlarini, onangning er qerindishi va hamshiri qerindishining qizlarini sana halol qildik. Bular sen bilan birlikda hijrat qildi. Agar bir mo'min xotin o'zini payg'ambarga baxsh qilsa, payg'ambar uni mahrsiz elishni xolisa, buni mo'minlarga emas, yolg'iz sangla halol qildik. Ularning ayollari va cho'rilari to'g'riliq bizning chiqargan belgilamelerimiz bizga ma'lumdir. Sana haraj bo'lib qolmasligi uchun seni alohidiliklarga ega qildik. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Ayollarыңdan xoliqiningning növbetini orqaga sursan, xoliqining bilan növbetidan boshqa vaqtda bir yerda bo'lsang bo'laveradi. Vaqtliq ayrılib turgan ayollaringdan biri bilan ham to'shak bo'lmoqchi bo'lsang, sana hech gunoh yo'qdir. Mana bu ularning xushal bo'lishiga, qayg'urmasligiga, berganlaringga ularning hammasining rozi bo'lishiga eng yaqindir. Allah dilinglardikini bilib turadi. Allah hammini bilguchidir, halimdir. Yani cazalashqa oldirab ketmaydi. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Ey payg'ambar, ilkingdagi ayollaringdan boshqa yana xotin olsang, sana halol bo'lmaydi. Boshqa ayollarning jamoli seni ajablantirgan taqdirdimi? Ularni yangushlash sana halol bo'lmaydi. Faqat sening ilkingdagi cho'rilar buningdan mustasno. Allah hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. İyi müminler, Peygamberinin öylerine kirmenglar. Fakat tamakka çakırılgan vaqtinglardala kiringlar. Başka vaqtda ruxsat bilan kirganda tamakning pishishini kutib o'ltirmanglar. Lekin çakırılganda kiringlar yu, tamak yap bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamakdan keyin parang selishib o'ltirmanglar. Bu, ya'ni tamakdan keyin parang selishib o'ltirish payg'ambarni ranjitidi. Payg'ambar buni aytishqa sizlardan xijil bo'ladi. Alloh haqni aytishdan xijil bo'lmaydi. Sizlar payg'ambarning ayollaridan bir narsa so'rab olmoqchi bo'lsanglar, parda orqasidan so'rab elinglar. Mundaq qilish sizlarning dillaringlarni ularning dillarini eng pok tutadi. Sizlarning Rasulullohni ranjitib qo'yishinglar durust emas. Rasulullohdan keyin uning ayollarini elishinglarmi mangu durust emas. Bundaq qilish, ya'ni Rasulullohni ranjitish va uning ayollarini elish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Birer narsani oshkorlasanglarmi yo dilinglarda yo'shirsanglarmi, Alloh hamon biladi. Chunki Alloh haqiqatan hamma narsani bilguchidir. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Ularga, yani Peygamber aleyhisselamның ayollariga, otalari bilan, o'g'illari bilan, qeyrindoshları bilan, qeyrindoshlarının o'g'illari bilan, hamshirlarining o'g'illari bilan, mo'min ayollar bilan, qul cho'rilari bilan ko'rishish hech gunoh emas. Ey payg'ambarning ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga rahmat qiladi. Sha'nini ulug' qiladi. Darajasini ustun qiladi. Farishtalarmu haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mo'minlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar va omonlik tilanglar. Chunki Rasulullohning sizlarning ustinglardagi haqqi
cho'ngdir. U sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yo'riqlikka chiqarg'uchidir. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Allah'ni ve onun peygamberini rencitidiganlar, yani Allah ve Resulullah yaman kördügan işlerini kılıdiganlarni, Allah dünya ve ahirette rahmetinden yirak kılıdı ve ularga xar kılgıcı azapını tayyorlaydı. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Müminler ve müminelerge kılmıgan işlerini çaplap, ularını rencitidiganlar, şu bohtanni ve roşen günahni üstige artıp algan boludu. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ey peygamber, ayollarınga, kızlarınga ve müminlerinin ayollarıga aytqin ki, pürkenci bilen bedenini o'rib olsun. Bundaq qilganda, ularning hür ayollar ishkanligi eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga cheqilmaydi. Allah bandalariga nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Agar munofiqlar nifaqdan dillarida kesal borlar, Madinada yolg'on xabar tarqatquchilar qilmishlaridan yonmasa, ey Muhammad, albatta biz seni ularga musallat qilamiz. Ondan ular Madinada la'natga uchirgan holda sen bilan ozg'ini vaqt turalaydi. Ya'ni ular Madinadan surgun qilinib haydab chiqariladi. Chiqib ketishga tayyorlik qilib olish uchun Madinada faqat ozg'ini vaqt turalaydi. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Ular qayerda bayqalsa, shu yerda tutiladi va o'ltiriladi. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Bu, yani munofiqlarga Allah'ның tutqan yolu, Allah'ның o'tganki ummatlarga tutqan yo'lidir. Allah'ның tutqan yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Kishilar sendan qiyomatning vaqtini so'raydi. Uni men bilmayman, faqat Alloh biladi degin. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Innalloha la'anal kafirin va a'adda lahum sa'ira. Allah haqiqatan kofirlarni rahmatidan yiroq qildi va ularga do'zaxni tayyorladi. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ular hech qanday ularni qo'g'daydigan do'st va ulardan azobni dab'i qiladigan yordamchi topolmaydi. يوم تقلب وجوههم في النار
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا. Dozaqda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular koshki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqchu, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqchu deydi. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. Ular, Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Parvardigorimiz, ularga azobni 2 hassi bergin va ularga qattiq la'nat qilgin deydi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. Ey müminler, sizler Musa'ga azar qilgan kishilar, ya'ni Bani İsraildek bo'lmanglar. Allah Musa'ni ularning aytqanlaridan, ya'ni tuhmatlaridan aqlidi. Musa Allohning dargohida obro'yliq edi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ey müminler, Allah'tan korkunlar, doğru sözünü kılınlar. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah sizlerning amellaringlarni tuzaydi. Ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Şübhisizki biz omonatni, ya'ni farzlarni va shariat takliflarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Ular uni ustiga olmadi. Uning eg'irligidan qo'rqdi. Uni inson ustiga oldi. Inson haqiqatan o'ziga zulm qilg'uchidir. Haqiqatan nodondir. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Mazkur omonatga xiyonat qilganliklari uchun munofiq erlarni, munofiq ayollarni, mushrik erlarni, mushrik ayollarni Allah azoblaydi. Mazkur omonatga rioya qilganliklari uchun mo'min erlar va mo'min ayollarni Allah afu qiladi. Allah mo'minlarga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir.